Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda siz seriya kontentdan charchab ketgan bo'lsangiz, albatta siz uchun ajoyib yo'nalish topib qo'yganman. Ozgina yugurib boru, ammo juda ham yaxshi va daromad har doim olib kelib yuradigan bir zo'r yo'nalish topib qo'yganman. Videoni oxirigacha ko'ring va albatta ushbu yo'nalish bo'yicha to'liq qo'llanma darsni qo'lga kiriting. Unda biz boshladik do'stlar. Xo'sh do'stlar, biz unda boshladik. Albatta video juda ham manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Xo'p, kelinglar yo'nalishga o'tadigan bo'lsak. Birinchi bu yo'nalishimiz Asmer yo'nalishi deyiladi. Aytgancha do'stlar, biz o'zimizning Telegram kanalimiz mavjud. Telegram kanalimiz mana shu YouTube kanalimizning bio qismida o'tiribdi. O'tib shundoq obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan hech nima ketmaydi. Juda ham zo'r va kerakli ma'lumotlar albatta siz uchun foydali bo'ladi. O'tib hozir obuna bo'ling do'stlar. Xo'p, Asmer yo'nalishi. E'tibor bersangiz, ushbu videoda mana bunaqa MCM, ya'ni o'sha konteynerlardan foydalangan holda video kontent qilyapti. Video Asmer holatda olinadi, hech qanaqa gapirishlar bo'lmaydi. Faqatgina aynan mana shu ovozlar, Kinder surpriz va shunga o'xshash narsalarga teginiladi va o'sha temirlarga tegilingan xullas kalom Asmer nisha qilinadi, ya'ni yo'nalish qilinadi. Xo'p, yo'nalishni men sizlarga kanallarda terib qo'ygan edim. Birinchi yangi kanal terib qo'ygandim. E'tibor bersangiz, kanalda yaxshi ko'rishlar olmoqda va juda ham bu yaxshi va qoniqarli albatta. Hech qanaqa bunaqa yo'nalishda sizning kanalingiz bloklanib yoki monetizatsiyadan o'chib qolish degan narsalar umuman bo'lmaydi. Nimaga? Birinchidan odam qo'li sifatida qilinmoqda, ya'ni odam ishtirokida kontent va hech qanaqa bu yerda ko'chirishlar, o'g'irlashlar, birovning kontentini qayta o'zlashtirishlar bo'lmayapti. O'zingiz bemalol ishlaydigan narsa va albatta bu yo'nalishda monetizatsiya yonadi va bemalol xohlagancha pul ishlash imkoniyati hamda buning muxlislari albatta bilasizlar juda ham ko'p. Hozir men sizga ko'rsatgan kanal albatta yaxshi prosmotr olmayotgan bo'lishi mumkin, chunki kanal hali yangi. Lekin do'stlar, biz keyingi ikkinchi kanalda men ko'rsataman. Shu kanalda juda ham dep, ya'ni chuqur analiz qilgandim. Kanal juda ham zo'r ketyapti. Juda ham absolyutnoy shedevr, просто zo'r ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Video qo'yilgan, mana 4 soat oldingi videolar 10k, 1 kun oldingilar 81 ming, 2 kun oldingilar 25 ming va 4 kun oldingilar 26 ming marta ko'rilyapti. Bundan oldingilar mana 130 ming marta bo'lgan. Videoga kun aldim. Videoga уже aldadi bizlarni $44,000 topadi deb. Unaqa uncha pul topmaydi. Sal o'rtacha deb olsak ham kelinglar $5,000-6,000 da shunaqaroq daromad qiladi. Minimum bo'lsa ham albatta shuncha pul ishlayapti. Asmer yo'nalishi. Xo'p, bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta bu savol ham tug'ilishi mumkin. Xo'sh, qanaqa narsalardan biz foydalanishimiz kerak? Birinchi o'chiratda ushbu konteynerlarni topib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Albatta men juda ham izlanishlar olib bordim va ushbu konteynerlar avval, ya'ni juda ham oldin chiqqanligini aniqladim. MCM ushbu konteyner nomi M nimadir deb ataladi, ya'ni M27 bo'lish kerak adashmasam va bu box bo'ladi va ichida mana shu 5 ta personaj, ya'ni mana shu 5 ta konteynercha bo'ladi. Xo'p, lekin men uni juda ham qidirib topganim Facebook orqali topdim va u 2017-yil yuklangan post ekan. Ya'ni 2017-yil ushbu narsa sotuvga chiqayotgan ekan. Endi o'ylanglar, bu narsani topish uchun biz ancha qiynalishimiz kerak. Albatta, biz izlandik, juda ham qattiq yana izlanishlar olib borib topdik albatta do'stlar, biz mana bu variantidan topdik. Xo'sh, hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu variantidan topdik, mana bu o'rtada sariq bilan mana bu variantni topdik, lekin mana bu variantni topib olganimiz yo'q. Bu biz qayerdan topdik? Albatta Toshkentdan Uriy bozoridan mening do'stim topib berdi va biz buni topib oldik xullas kalom. Xudo xolasa albatta ishni hali boshlaganimiz yo'q. Shunchaki biz topdik, hali sotib oldik degani emas, lekin yo'nalish konkretniy. Albatta siz mualliflik huquqidan charchab ketgan bo'lsangiz, siz shuncha vaqtdan beri ishlayotgan yoki kanalingiz monetizatsiyada ilk kun o'tib o'chib qolayotgan bo'lsa, aynan mana shu nisha siz uchun. Do'stim, o'zingizni miyangizdagi har xil xayollarni chiqarib tashlab, mana shu yo'nalishda ishlab ko'rishni sizga maslahat beraman chin yurakdan. Sababi sizda keyingi etaplarda, ya'ni keyingi bosqichlarda monetizatsiya va pul ishlashlarda sizdan muammo bo'lmaydi. Nasib xudo xohlasa. Va shu yo'nalishda albatta ishlab ko'rishda sizlarga yana ham bor maslahat beraman. Albatta kompyuterda o'z fikringizni qoldirasiz. Xo'p, biza konteynerni topishimiz uncha qiyin bo'lmaydi. Albatta Toshkentdan bo'lsangiz izlanib ko'rishni maslahat beraman yoki menga o'xshab bironta bir do'stingiz yoki sherigingiz albatta bo'lsa, undan o'sha iltimos qilsangiz topib berishi mumkin va oson bo'ladi.
Xo'p, undan keyingisi sun'iy chim. Xo'p, chim muammosini topish unchalik qiyin emas. Chimlar har xil joylarda sotadi. Metrga eni bo'yiga 2 yoki 3 qilib olasiz albatta. Yana ham qaraymiz. Shunaqa sotib olasiz. Unaqa muammo bo'lmaydi. Arzon emas lekin chim. Chim bilmayman qancha pul turadi. Hali men bularni olganim yo'q. Topish oson albatta. Uncha qiyin emas. Xo'sh, undan keyingisi yana nima kerak? Albatta yorug'lik kerak bo'ladi bizga. Xo'p, yorug'likni biz qanaqa qilib olamiz? Xo'p, birinchi очередda xo'p do'stlar, keyingisi esa albatta kamera. Bizga iPhone telefoni yoki Samsungning eng oxirgi modeli ham bo'laveradi. Agar Redmi 14 dan balandroq bo'ladigan bo'lsa ham siz uchun juda yaxshi. Lekin baribir iPhoneligini qiladi. Bunaqa kamera kачество muhim rol o'ynaydi bu yo'nalishda. Va kamerani albatta siz o'sha eng yaxshisidan olishingiz kerak. Samsungda ham S20 dan baland bo'ladigan bo'lsa, yaxshi HD 60, 4K 60 da olyapti hozir Samsung telefonlari yangi chiqqanlari. Albatta va bemalol mana shu o'shalardan foydalangan holda ham albatta foydalanishingiz mumkin. Endi do'stlar, biza bular kamera ketdi, chim ketdi. Bu konteyner topish aytayapman, shunaqa magazinlarda sotadi. Bu ichida o'sha sharicha yeydigan narsasi bor, shirinlik. O'sha shirinlik yeydigan narsalar bor. Albatta o'sha narsalarni topishimiz kerak. O'sha shirinlik magazinlaridan o'sha topasizlar. Mening do'stim shunaqa dedi, ya'ni shirinlik magazinidan topa olasiz. Endi, xo'p, bu narsa ketdi, konteyner ketdi, chim ketdi va bizda nima qoldi? Kamera albatta Samsung, iPhone, Redmi 14 dan balandlari. Yorug'lik. Xo'p, yorug'likka bizaga softbox degan narsa kerak bo'ladi. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Hozir montajda qo'yib yuboraman. O'sha narsa screenshot qilib biron joydan qidirib ko'rsanglar ham bo'ladi yoki nomini ham pastga yozib yubordim. Softbox. O'sha narsani qidirib topasiz, o'z marketlarda bor ekan, 250-300 ming atrofida. Xo'p, ana endi maksimal narxda qanchaga pul tushadi? Bularning narxi adashmasam 200 ming so'mdan boshlanar ekan. Agar bu 5 tasini olamiz desak ham 1 million so'm. Undan keyin chim. Kelinglar, chimni 200 ming deylik. Men aynan bilmayman hozir bozor narxi qancha. 1 million 200. 1 million 200. Kamera, telefon bor, albatta bu bizga bepulga tushadi. Undan keyin yorug'lik, softboxda aytganimdek bir 500 turadi. Bu degani bizga hozir 1 million 200, 500, 1 million 700. Kelinglar 2 million so'm ushbu yo'nalishga biz sarflasak, biz bemalol bu nishada ishlay olamiz. Xo'p do'stlar, 2 million sarflab, mana shu nishada ishlagan yaxshimi? Yoki seri kontent qilib kanalingiz birovga bormay monetizatsiya отключение bo'lib qolgani yaxshimi? Qizig'i, u kanalni siz shuncha mehnat qilib sotmaysiz. Birovga 1-2 million so'm bir joyga sarflab turib yaxshi yo'nalish ishlagan yaxshimi yoki birov yana o'sha omad bo'lib kelar, balkim 1-2 oy yaxshi daromad qila olarman deb gazini bosib o'sha yo'nalishda ishlab ko'rgan yaxshimi? Endi bilamiz, to'g'ri do'stlar, biza bunaqa yo'nalishda ishlashlarni kimlarga maslahat beramiz? Albatta yangilarga, chunki ular YouTube'ga yangi kirib kelgan bo'ladi va mana bunaqa necha uchun sразу 2 million so'm mana deb sarflab olish ham qiyin. Shuning uchun ham albatta seriyadan yangilar boshlashni maslahat beramiz. Lekin agar siz YouTube'da yana ham tajribangiz ochib keyingi etajga qadam qo'yishni xohlasangiz, bunaqa yo'nalishlarga o'tishda maslahat beraman do'stim. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev bo'ldi va bizning Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanali esa video opsiya yoki kommentariyaning piyin qismidan topishingiz, ya'ni birinchi qismidan topishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat.